yoki siz o'zingizni narkoman deb hisoblaysizmi? Yo'q, men narkoman emasman. Narkomanlarni ko'chada qo'liga ukol qiladiganlar, yerda yotib qoladiganlar men narkoman hisoblayman. O'zi qanaqa vaqtda qancha miqdorda iste'mol qilasiz? O'zi unaqa ko'p emas, haftada bir marta atiga 0.5 xillayman. O'zi nima sababdan iste'mol qilasiz? Uyda juda ham ko'p muammolarim bor, ko'chada ozgincha qarz-qurzlarim bor. O'shalarni o'ylamaslik uchun iste'mol qilyapman. Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz chiqib keta olaysizmi bu narsalardan? Zalga chiqib, polniy iste'molimni tashlaganman. Ana, o'rtoqlarim ham iste'mol qilib zalga chiqib tashavordi. Men ham tasha olayman. Xo'p, zalga chiqib tashlagan ekansiz. Nimaga unda yana boshlab qo'ydingiz? Ishxonamda xo'jayinim bilan juda ham katta konflikt bo'lgan edi, ishdan haydab yuborganlar. O'sha sababdan xo'jayinimni deb yana boshlab yuborganman. Konkretni qachon tashlamoqchisiz menga shuni ayting. Hozirgi paytda mana shu muammolarimni hal qilib olay, bir haftalada xudo xolasa hal bo'ladi, o'shandan keyin tashlayman. Okey, qarang, hozir gapirayotgan gaplaringiz hammasi illyuziya. Illyuziya bu rostdan emas, yolg'on emas. Bunga faqat siz искренне ishonmaysiz. Illyuziya nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada qoldiraman.